Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, kuzatuvchilar. Yana bir xonadonga o'rnatgan kuxni mebelimizni ustunovka jarayonini tugatdik. Bu kuxni mebel Toshkent shahariga olib kelib o'rnatib berdik. Joyda o'chkab ketganmiz 15 kun oldin. Materiallarimiz krashinni NDF materialdan bo'ldi. Razmeri 4 metr joyga, bu yo'q 2 metr bo'ldi. O'rtada ostrofimiz razmeri 220 bo'lgan, uzunligi bu yo'q 90. Bir chekkadan tanishtirib o'tadigan bo'lsam, oxirida narxlarini aytib o'taman. Bu yerga gazini joylab berganmiz, devordan 40 cm qo'chirib turib, oshxona-moshxonalarimiz hamma yo'g'i toza qo'yilgan. Bu tortmalarni ham hammasini tandem mexanizm qilib berganmiz. Rol yonboshdan ko'rinmaydi. Bittasi 35 kg, 40 kg gacha yuk ko'taraveradi. Ko'rishlar mumkin. Men tagi laminat buni. Keyin stolimiz ustini to'rli stolishnica qilib berganmiz. Rossiya gaz plita vichkasini alohida bo'rttirib chiqarib tayyorlaganmiz. Bu yerda рабочий zona qolgan. Gaz bilan rakvinaning orasiga tortma joylashtirib turib, bu yerda rakvina qilganmiz. Rakvinamiz mijoz o'zi olib bergan. Mebelga biz joylashtirib berganmiz bu narsasini. Undan keyin bu yoq ulovi, bu yerda 80 lik xolodilnikka joy tashlab ketganmiz. Bu yoqqa o'stir qilganmiz. Razmeri 220, bu yog'i 90. Hammasini ichi shkaf mana. Bu yerga yopishtirib qo'yib bering degan, lekin ichidan bemalol foydalansa bo'ladigan qilib qo'yganmiz. Bu yog'iga bemalol stol qo'yib foydalanib o'tirib choy ichsa ham bo'ladi. Oyog'iga xalaqit qilmaydi. Shkaf faqat bir tomondan foydalanadigan qilganmiz. Materiallarimiz krasniy NDF, stolishnisaning usti Soyuz to'rli stolishnica. Fasadlarimiz krasniy. Xudo xolasa, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqarasizlar. Narxlarga keladigan bo'lsak, bir pagonni metrini 3 million 600 ming so'mdan hisoblab tayyorlab berganmiz. Ish ma'qul kelgan bo'lsa, kimga yoqqan bo'lsa, kimga shunaqa mebellar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqarasizlar.